Yakshanba kuni ket. Mana bizlarning asabimizga buzib, istamizdan xarajat qilib mashinada yurgizib o'tiribmiz. Lekin kelib sizlarning ahvoling qanday deb so'ramaydi. Kelatda postoyanli kamchilik izlaydi mana. Boshqa ahvoli mana shu ahvol. Yakshanba kuni. Qani sizni kimligingizni kim biladi oqshom? Qayerga boryapsiz? Hech yoqqa bormayman. Magazinga chiqib keldim, kola olib keldik. İçişimiz uchun. Mumkin, nimaga mumkin emas? Yordam mashinasida shunday foydalanish mumkinmi? Nimaga mumkin emas? Ha, qistamizdan xarajat qilib o'tiribsiz. Qanday nima yordam ko'rsatyapsizlar? Savol. Nima yordam ko'rsatyapsizlar? Nima yordam bermading? Nima yordam ko'rsatding hali? Bo'lding, yaqinda bo'lding. Nima yordam ko'rsatding? Men sizni deyapman, sen nemaga ekan? Nima deyish kerak? O'tgan kuni keldilaring, undan oldin kuni keldilaring. Ishlatgani qo'ymayapsizlar umuman. Bu yordam sifatini nazorat qilish uchun yuribman. Ya nazorat bo'lyapti. Moshin soz. 100% javob beraman. Hamma tomoni soz. Shunday yurishingiz yaxshimi? Chaqirib qo'yib Nima muammo bo'lsa qilib yotibsiz qistamizdan. Nima deyish kerak hozir? Aka deyish Har kuni kelasizlar. Har kuni kelasizlar. Suyakkacha o'tib ketdi. Nima ustma joli bo'lyaptimi? Ustma joli bo'lyaptimi? har kuni kelaman. Kuni ustma joli bo'lyaptimi? Har kuni kelaman. Har kuni ko'raman seni. Joli qilyaptimi? Shunchalik qilyapti. Men ishda namozni